Xorazm qurol bilan emas, suv bilan yashagan. Bu daryo Amu daryo. Xorazmning yuragi shu bo'lgan. Suv kelgan joyda hayot bo'lgan. Odamlar kanal qazigan, suvni bo'lib olgan hamda suv bilan shahar qurgan. Suvni kim boshqargan bo'lsa, odamlarni ham o'sha boshqargan. Keyin bir narsa o'zgargan. Afsus, daryo o'z yo'lini o'zgartirgan. Suv ketgan, kanal esa qurgan, shaharlar esa bo'shab qolgan. Lekin Xorazm butunlay yo'qolmagan, chunki bir narsa qolgan. Ilm, kitob, bilim. Misolda bu yerda Beruniy, Al-Xorazmiy yashagan. Ular Xorazmdan chiqqan, lekin buni ko'pchilik unutib qo'yadi. Davlat ketgan, shahar ketgan, lekin ilm qolgan. Bu Xorazm. Zamon o'zgargan, lekin xotira qolgan. Xorazm qariyb 3000 yillik sivilizatsiya. Shuni unutmaylik.